Samarqand darvoza o'zimizni eski o'zbeklarimiz yig'ilgan cho'tki mahallaga kelganmiz. 2,5 so'tga tushgan chiroyli hovlimizni bugun sizlarga ko'rsatib beraman. Fasadini ko'ryapsizlar. Shu uyga kiramiz. Faqat fasad ishlari qolgan ekan, tashqarida, ichkarida hammasini bitirib qo'yishdi. Bismillah deb kiramiz. Qarang. Mashinangiz bemalol sig'adi bitta mashina. Uyga qarang, juda ham fazli uyligi, shunday ko'rib turibdi, kirganingizda kulib turibdi-da, uy o'zi ham bor. Olgan odam ham maza qilib yashaydi, baraka toparkan. Ziloniy zonalarga qarang, alohida ahamiyat qilib qo'ygan ekanlar. Bu yoqda qarang, bitta oshxona, tepasida ikkita xona bor ekan. Sabablarga ko'ra video ololmadi o'tdi. Hozir asosiy qismini, to'rtta xonani ko'rsatamiz. Okey, tapchanni qarang. Yozda mazza qilib oila bag'rida o'tirishga tapchanni ham kattasini qo'yib qo'yishdi o'zi ham. Qarang. Juda ham chiroyli. Bilasizlar, menga bu nimani eslatdi? Bolaligimni eslatdi, o'zi ham bor-ku. Bunaqa ayvonlarda katta bo'lganmiz-ku. Bismillah. Qarang, uyga shinamligini qarang. Juda ham chiroyli, zo'r rangli tanlangan. Ayvonni qarang, chiroyli. Mana shunaqa multfilmni ko'rib o'tirardi-da, o'zi ham kichkinamizda o'shalarni eslatib o'ryapti bizga. Tayyor holatda 6 ta xonasi bor. Xo'sh, bu yoq qismimizda 4 ta xona ekan. Mana xonalarni ko'ryapsizlar, fayzli, tayyor holatda, remontlari hammasi bitgan ekan. Qarang, zo'r. Kimga shu hovlimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, narxi $120 ming kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz, salomat bo'ling.